Soniyacha bo'pti. Qani, u ertalab bo'pti уже. Hello obunachilar, sizlar bilan Uzuko Gamer. Bugun yangi video va yangi video. Mana shu yangi qishlog'imda ovoman. Obunachilar like va obuna qo'yinglar. Bu videolarning eng zo'rlari ham yana yaqinda chiqadi. Bugungi videoda nima bo'ladi? Qisqa tushuntirib beraman. Qisqa tushuntirib beraman. Mana Mashit joyda. Qaysi? Mana men joydami? Magazin qurmoqchiman, katta. Juda katta emas. Pulim yana hozir. Va bundan 10 million to'laysiz. Mana shuncha pulim bor ekan. Normalniy pul. Buni yetmaydi. Uncha hozir bizani 1 million yurgan pulimizni ishlataman. Mana 500 ming so'm. 500 ming so'm 10 ta bo'lsa 5 million bo'ladi. Buni ham topaman. 5 million so'm ishlatar ekanmiz. Balki yetmay qolishi ham mumkin. Obunachilar, uyimda mana uyim, oddiy uy. Uyda uncha bezatilmagan. Biroz oddiy yashaman. Yangi telefonim. Telefonim yo'q edi. Obunachilar, biz hozir narsa zakaz qilishimiz kerak. Nimalar? Bloklar va o'xshash narsalar. Ungacha men anaqaga borib kelaman. Daraxt chopib kelaman. Yo'q, daraxt emas. Nima qayerga borib kelaman? Prosta aylanib kelaman. Ozgina aylanib kelaman. Eshikni qulflayman. Bo'ldi. Endi ketaman. Videoni oxirigacha ko'ring, bu video juda ham qiziq bo'ladi. Ay jonim. Obunachilar, mana sayohatlarim kelyapman. 1-2 soat bo'ldi. Qayerga bordim deysizlar, prosta aylanib yurdim. Qishloqlar bilan gaplashib qolib ketdi. Tosh. Noladi. Bo'ldi. Tushunaman, mana shu konchilarning joyi. Men konchi emasman, men gamerman. Bo'ldi. Qochdi. Zakaslarim ketdi. Bunachilar, mana zakaslarim ketdi. Daraxt berib, tapor bermaganlar. Voy. Mana. Endi cho'p yasab daraxt yaxshi ham termaydi, yetarli ekan. Toki versdak ham qoldirib ketmaydi bular. Mayli. Versiyaga qo'yamiz. Va bo'ldi. Endi temir mamtayi. Endi shtagina temir olsam yetadi. Tapor bo'ldi. Mana bo'ldi endi. Hozircha kerakli narsani olib qurishdan boshlaymiz. Voy, anaqa mamanu bunachilar. Mayli. Nimaga esa hozircha aytmayman. Qayerga boramiz? Sal kattaroq joyga. Mashliga qurg'oramiz. Voy. Aytdim, tapor kerak.
boyası Heptonu bulsa bir şey söyleyeyim. Yeterli mi? Az yani bir. Abone sizlar like va obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Chunki bu mehnatimiz uchun, mehnatim uchun degani men hech buni ishlayman. Qanchaydi? To'g'ri, jitil вообще baland qiladi. Men mashina ketamiz. Hozir mashina pulni bilamizda. Yaxshi, pasimda narsa bor ekan. Obunachilar, like, obuna tugmasini bosib qo'ying. Yaqinda bizni 30 bo'lamiz. Ay. Endi yapamizda oyna bo'lmaydi. Вообще noto'g'ri mana bu. Yaxshi fakkil olib kerak. Fakkil zakaz qilmadi. Hozir nima kerak sizlar? What the hell? Yo'q, qiyshu mana shunaqa tug'ilgan mana bilganda yo'q bu narsalar. Aşırı yeter. Yeter. İşte ben bu korkacağım. Ben uyqurishni önce yaxshi bilmash, o'sha yomon chiqsa negativ kommentariylar yozib tashlamanglar, iltimos bo'lishlar. Sizlardan mana shu so'rab qolaman. Va şey tamam yerine doğrulaş gereken. Ha bu. Hemen kurtaracağız. Oldu. Sıkatıysa deseyle ben çisti taş yeme. Komentarya yaz qoldiringlar. Kim çisti taş yeme so'rashi. Agar mana shu videoni ostida kommentariya to'ldirib tashlasanglar, hamma kommentariyani keyingi videolarda chiqaraman. O'g'il bolaga. Men ustimdan chiqadigan bo'laman lekin. Qanaqa qo'rqdi bu? Hozir yapamiz, qanaqa yapamiz? Voy. Qiyshu bola. Hozir mana shunaqa yapamiz, to'g'ri va obunachilar, bu video ikkinchi qismi ham chiqishi mumkin. Sababi men bu prosta qurib qoldirib ketmayman hali buni. Men
rivojlantiraman magazinimni. Yaxshi, men mendan ko'proq kiygan ekanman. Zakaz qilgan ekanman. Lekin men qanaqa magazin qurmoqchiman, shuni aytib ketay. Odamlarga eng kerakli magazin bu oziq-ovqat magazini kesiladi. Bir bunaqa qo'yadi. Voy. Mana mashdan kirish bo'ladi. Bo'ldi. Tamam olib ketamiz. O'ylashlar like va obuna tugmasini bosib qo'ying. Bu video juda ham qiziq bo'lishiga umiddaman. Aytganimdek, yaqinda biz 30 ta bo'lamiz. Agar 50 ta obunachi yig'ib bersanglar, birinchi streamimni qo'yaman. Va eshik sakaz qilaman va hozir obunachilar buni ham amallaymiz. Obunachilar sizlarga amallaymiz. Bo'ldi. Buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Bo'ldi. Endi men bitta kirish joyini o'sha joyini unchalik ham mustahkamligi mustahkamligini meram ayron bo'lsa. Voy. Bo'ldi mana. Salmon noqul qilish kerak. Unchalik men zo'r qurishni bilmayman. Aytganimni negativlar yozib tashamanglar. Brat, bitta olma beravering deydi. Endi sandiqqa mana bunga vashshe kerak emas narsalarni, bloklarni va bizga mana shu narsalarni solib chiqamiz. Bunachili bolla sandiq. Obunachilar nima bitta go'sha bitta narsani zakaz qilmadim. Kim o'shani topsa tekin reklama kutyapti. U nimaligini men aytayman. Topsanglar tekin reklamani ega bo'lsa tekin reklamaga. Xullas, demak 10 ta o'zi 10 ta sandiq so'ramadim. Lekin 10 ta sandiq olib ketdi. Mana. Voy. 5 ta nonni o'zimdan olib gulchani ham qo'yib. Endi bu bezak beramiz. Bo'ldi. Bitta pul solinadi. Obunachilar 5 daqiqadan keyin kutib qolinglar. Soat qolinglar. Olasizlarmi? Yo'q, kerak emas. Просто sizlarni tomosha magazinni ko'rish uchun keldik. Mayli. Sen nimaga hayron bo'lsa? Voy, sen hali
Hozir chiqing gaplashamiz. Obunachilar mana nimagadir hayron bo'ldim. Nimagadir. Mayli turibdi. Nimaga sen hayron bo'lsin? Qanaqa qilib bunaqa magazin ochding? Просто pulimga qanaqasiga pulingni qo'ydi-yu. Hattoki uyini arendasini ham to'lamagansan. Voy, arendasi. Men pulni arendasiga pul arendasiga pul aytmadi. Tuppoy, hozir men yerga aytsam, seni uyini haydaydi. Aytaymi men yerga? Hozir hammaga xayr.